İkinci bölüm 16. kısım. Soğuk bileyzik. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende İslam Çakarlar grup tayyorlagan hicret tarixlaridan Soğuk bileyzik namlıq eserini anlatışını başlayımız. Bu lağmen bizge şunçalik tetip ketdiki, gerçi biz kafirning qo'lida tutilib turgan bo'lsaqmi, Allohning rahmati bilan yana lağmen etib yeyishga nisib bo'lgan edik. Lekin asli maqsadimiz bo'lgan to'mirni kesadigan narsa topolmagan edik. Hey, shunda qilib bugunmi o'tib ketdi. Oxir o'ylab o'birnining girvaklariga chaplangan chiniqish bilan to'mirni kessak bo'larmi degan xiyol kelib qoldi. Atis pastga tushgan vaqtda ayollar kamirdan bir tal to'mir qo'shiq ilib chiqib, uni heliq chiniqishga surkigan edik. To'mir qo'shiqni chiniqish az to'la yeydi. Bizning umidimiz nihoyat kuchli holatda qayta qo'zg'aldi. Biz chiniqishni chiqib ilib, uning qiri bilan biz maqsad qilgan to'mirni hardab ko'rdik. Rastında chiniqish to'mirni kesgan edi. Biz saqchiq yo'g'on to'ngdan birini akirib berdik. Nima qilasizlar yo'g'on to'ngni deydi. Biz o'zing bilasan, gohida suv to'xtab qoladi. Shu to'ng'i suv to'ldirib, suv to'xtab qolganini ishlatimiz dedik. Bizga egizlik taxminan 1 metr 30 sm atrofida keladigan to'ng akirib berdi. U to'ngning ustiga chiqib to'mirni kessak va qulay bo'ladi. Bu ishimizmi Allohning rahmati bilan hal bo'ldi. Bu to'ngning ustiga chiqib chiniqish partisi bilan to'mirni kesdik. Lekin ovoz chiqib turib olgach kesilgan yerning ikki tarafiga lat yo'gab kesdik. Shunda qilsak ovozni yo'q deyarlik yo'qotqili bo'ladi ekan. Biz shunda qilib kesilgan yerning hammani bir hafta ichida kesib tugatishni plan qildik va kesib uzilishga oz qolganini to'xtatdik. Sababi bu chiniqish bilan to'liq kesib uzgil bo'lmaydi. Lekin kesgan yerni bir qancha qitim kuchab qayrisak sunatdi. Biz shunda qilib kesish eng qiyin deb qarab ansirgan to'mirlarning hammani muvaffaqiyatli kesib tugatib bo'lgan edik. Lekin bir to'mirni kesmadik. Chunki kesmasakmi patimiz g'o, ustiga chiqa olamiz deb o'ylagan edik. Lekin arimizdagi cho'ngroq birodarlarni ko'zda tutib, unimi kesdik. Hamdagi maqsad kesilgan to'mirlarni sundirish edi. Sundirish oson edi, lekin ovoz bek chiqib ketadi. Shundaqdimi biz o'zimizda bor bo'lgan imkoniyatlarni ish qisilib, to'pni to'g'ri qartib kuchab tepishga va odatda 2 kishi kiradigan o'birniga 4 kishi kirib, to'mirga lo'nga chigib ilib ovozni yo'q qilishga tirishdik. Shundaqdimi ovoz xil obdan chiqib ketdi. O saqchilar anglamadimi yoki pastda yo'qmi ish qilib chinib qolmadi. Bugun shuning bilan yana to'xtadik. Yana bir tanli atis sundirdigan qo'yib qo'ydik. Atis yana asli holat bo'yicha ish boshladik. Lekin bugun bu to'mirni sundirsak, tunugunkidanmi bakrak ovoz chiqib ketish turganini gap edi. Biz televizorning ovozini eng yuqori chekka chiqarib, to'pni odatdagidan bakrak qattiq kuchab tepib va bu ovozning saqchilarga anglanib qilishidan va shu orqali necha oy jafo tortib qilgan ishlarimizning va planlarimizning bekor bo'lib ketishidan ansirab turgan bo'lsaqmi, yana Alloh tavakkul qilib ish boshladik. Rost degandek qaras-quros, jarang-jorang ovozlar bizni qattiq ansiratdi. Biz darhol sundirgan o'rinni asli keltirib qo'ygan bo'lsaqmi, obdanni sinchilab qarisi chinib qoladi. Biz ansirab tursak, pastdan oyoq tevishi va ovozlar anglandi. Aslida ular boshqa davlatning odamlari bo'lib, ovoz chiqqanda ustiga chiqqan ekan. Ular saqchi emas ekan. Biz shu vaqtda to'pni to'risqa tepib, ularning xiyolini bo'ldik. Ular bo'shroq tepib o'ynanglar, bek ovoz chiqib ketdi deb qo'yib chiqib ketdi. Biz ozroq xotirjam bo'lgan bo'lsaqmi, yana ansirab turardik. Endi sundirdigan to'mirmi tugagan edi. Lekin to'mirning usti tarafga esilgan gej bor edi. Biz bu panarkini osonli bir taraf qilamiz deb o'ylagan edik. Lekin biz o'ylagandan natijasi tasga to'xtadi. Biz bu panarkini chiqib chiqsak oson bo'ladi. Biroq ish o'ngishli bo'lmay qolsa yaxshi emas edi. Biz oxir bu panarkini kesib olishni qaror qildik. Bizni pichoq bo'lmas qandoq kesimiz. Bizdagi qalay to'mir qo'shiqni heliq to'mir kesgan chiniqishga surkab pichoq qildik. Shuning bilan panarkini 50 ga 50 shaklda kesib oldik. Hamda eng ustida uyg'ur degan narsa yana tug'ut xalsining yipidan yasalgan. Sundirish yoki chiqish eng tas bo'lgan panarka bor edi. Bu narsaning uzunligi 1,5 metr, kengligi 70-80 sm atrofida bo'lib, bu panarka sim bilan ostidagi joziga loslangan ekan. Biz bir amal qilib bu simni yon tarafga yirib ajirtib, muvaffaqiyatli holda o'g'ziga chiqdik. Sap havoda erkin nafas olish, yulduzlar bilan zinnatlangan osmonga qarash, atrofdagi har xil manzaralarga qarash odamni boshqacha ruhlantiradi. Men va bir birodar o'g'izda xil uzun turib, nadim pastga tushish qolay deb kuzatib, ma'lum bir tarafni nishon qilib inib tushdik. Qochgan yerni joyiga silib, yana qayta ichish qolay bo'lsin uchun oson alg'il bo'lgan qilib qo'ydik.
Gecpen erkin yip bilen torusqa isep, chipastis bilen upini lay qilib suvab asli keltirib qo'ydik. Tömürni bolsa tuzlab joyiga silib qo'ydik. Lekin shundaqli yo'riq tushirib qarisi chinib qolatdi. Hamma narsa tayyor bo'lgan tursa, nimish qochmadinglar deyishingiz mumkin. Texi oxirgi plan chala edi. Bu o'gizning egizligi taxminan 8-10 metr atrofida bo'lib, pastga tushish uchun arg'amchi lozim bo'ladi. Bizda arg'amchi yo'q edi. Lekin arg'amchi o'rnida ishlatilgan narsa yo'q emas edi. Bizda Malayziya va Birma musulmonlar namoz o'qiganda kiydigan namoz kiyimi, ya'ni sarong bor edi. Biz bu sarongni o'ttirdan yirsak 2 metr atrofida uzun bo'lib, xil ig'ir odam esilsimi ko'taradi. Biz shunda qilib 7-8 sarongni yirtib arg'amchi qilishga tayyor qildik. Bu saronglarni mustahkam chekmaganda 8-10 metr egizlikdan normal tushkil bo'lmaydi. Aramizdagi bir birodar vatanda yuk tengib boqqanlik uchun arg'amchini yaxshi chigishni biladi ekan. U birodar necha soat vaqtda o saronglarni bir-biriga chigib mustahkam bir arg'amchi yasadi. Arg'amchi bilan serilib tushish jarayonida qo'l teyilib yoki serilib ketmaslik uchun arg'amchining har 50 sm yerida bir tal tugunch qilingan edi. Bizda 15 metr atrofida bir arg'amchi tayyor bo'ldi. Endi yana bir arg'amchi lozim edi. Chunki bu arg'amchi o'g'isining girvikiga berish uchun lozim edi. Navad bu arg'amchi bo'lmasa, o'g'izdan serilib tushib ketish ehtimoli bor bo'lib, biz bu ehtimolga qarshi yana bir arg'amchi tayyorladik. Bu arg'amchi oldingi arg'amchidek ching tugunchilik va uzun bo'lmasin bo'ladi. Biz shunda qilib ikki arg'amchini tayyor qilib bo'lgan bo'lib, asosan tayyorlik bitib bo'lgan edi. Biz o'g'izdan tushgani 2-3 kun bo'lib qolgan bo'lib, oy oxiridagi cho'ng tekshirish vaqti yaqinlab qolgan edi. Biz ati yoki o'gun chiqili deb turgan vaqtda bu emirginishniga 7-8 qurolliq harbiy kelib, kechichi atrofni kuzatib ketmay turdi. Biz pastga tushgandan nima ish bo'lganini so'rsak, hozir vaziyat jiddiy. Bangkokda ish chiqdi. Shunga biz bu yerda turamiz dedi. Bizda ansirash bor edi. Navoda harbiy yotoq tekshirib qolsa, biz sundirgan yerlar chinib qolsa bizning ishimiz ta'sir bo'ladi deb ansirab turdik. Shundaq bo'lsa-mo, biz yana tamoq etish uchun pastga elib tushishni soqchilarga aytdik. Shu orqali oshxonaning keyni tarafini yana bir qitim obdan bilib olish va harbiylarning soat qanchalik ketganligini bilish edi. Bugun shunday qilib kech tarafda tamoq etish uchun pastga elib tushilganligini, tamoqqa kerakli nima lozim ekanligini so'rab soqchi ustiga chiqdi. Biz uningga lozim bo'lgan narsalarni desak, u pastga akilib tayyor qilib qo'ydiganligini aytdi. Shom namozdan keyin soqchi chiqib ikki birodarni pastga tamoq etish uchun elib manganda, biz ularga pastda obdan ko'rab chiqishni topilab qo'ydik. Taxminan 2 soatdan keyin tamoq etib elib chiqibdi. Bu nima tamoq bilamsiz? Qo'rimi cho'p, so'miyan. Bu tamoq shundoq o'xshabdi-da. Tamoqni pak-pakiz yeb tugatdik. Ikki birodar bizga pastdan ahvoldan xabar berdi. Ishlar asosan tayyor bo'ldi. Biz yana bir qitim maslahatlashish orqali turma sirtiga chiqqandan keyin qechish uchun mashina to'g'irlash, bir kecha ichida 200-300 kilometr yiroqqa berib bo'lishni planladik. Bu plan ma'qullandi. Bu qitimliq anglitishimiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi anglitishimizni ko'rishgacha Allohga omonat.